Ustoz, qornim ochqadi. Nimadir yeylik? Nimadir yeylik? Ha, mayli. Ha, mana Temur keldi. Xudo xolasa Xorazmga ham yetib olamiz bugun. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nimalaringiz bor aka? Qaynotang sho'rang ish bo'ldi? 35. Shashlik ish bo'ldi? Men to'siq emas, ustoz. To'siq? Temur, sen hali Xorazmda 4 kun yashashing kerak. To'siq men yeyolmayman uka. Ustoz, meni qornim ochqadi, yemasam bo'lmaydi. To'siq. Temur, to'siq. Men yeyolmayman to'siq, Temur. Sen o'yla, Xorazmga 4 kun yashashing kerak, puling yetmaydi uka. Ustoz, qornim ochqadi, yemasam bo'lmaydi. Bo'pti, ayt. 1 2 Temur, puling ham kam qoldi. 150 ming so'm pulim qoldi. 4 kun qanday yashaysan uka? Ha, ustoz, eplarmas. Bo'ldi, eplasang bo'ldi.